tomoni esa ayollarimiz bu muammoni biladi, lekin aytishga ham uyaladi. Hozirgi kunda har ikkita ayolni bittasida shu muammo kuzatiladi, ya'ni intim zona kengayib ketgan. Turmush o'rtog'i bilan yaqinlikka xohishi juda ham past, chunki o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. O'ziga bo'lgan ishonchi, ayolligini his qilish degan narsa umuman yo'q. Yaqinlikni ham majburan qiladi va o'ylaydiki, tug'ruqdan keyin bu normal holat. Eng og'riqli nuqtasi, ayol o'zini ayol sifatida his qilmay qo'yadi. Ayolligini unutib qo'yadi. Bu qin kengligi, bu oddiy muammo emas. Bu ichkaridagi qin mushaklarini noziklashib, zaiflashib, bo'shashib ketganini belgisi. Bu ichki tizim buzilganini belgisi va sizni ichki organizmingizda noto'g'ri holat bo'lyapti. Mushaklaringiz bo'shashib, zaiflashib, juda ham bir og'ir holatga kelib qolgan. Endi YouTubedan har xil mashqlar qilib ko'ryapsiz. Bu nimaga ta'sir qilmayapti? Ya'ni siz intim mashqlarini noto'g'ri bajaryapsiz. Ichkaridagi bosimga to'g'ri ta'sir o'tkaza olmayapsiz. Shuning uchun ham sizga noto'g'ri ta'sir qilyapti. Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Men Dilsora Avazbekovna 6 yillik tajribaga ega integrativ ginekolog hamda intim fitness treynerman. Bu tajribam mobaynida mingdan ortiq ayollar shifo topishiga sababchi bo'lganman. Bugun siz bilan 3 ta asosiy qin kengayishiga sabablarini ko'rib chiqamiz. Biz e'tibor bermagan yoki muammo paydo bo'lgan, oldini olishga harakat ham qilib ko'rmagan bo'lishimiz mumkin. Xo'p, bularning eng asosiysi nima? Bizda yoshlikdan, qabziyatdan qiynalish yoki bo'lmasam ichimizning noto'g'ri kelishi. Aytaylik, siz qabziyatdan qiynalmagan bo'lishingiz mumkin, lekin har kuni ertalab uyg'onganingizda hojatga kirib, yengil bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Bu nima degani? Sizda organlaringiz shunaqa yaqin joylashganki, CD pufagi, uni ustida bachadon va uni ustidan yo'g'onichak o'tgan. Yo'g'onichak bilasiz, axlat to'planib, aynan shu joyga to'planadi. Eng past qismi. Shu qismda axlat bir kundan ortiq qolib ketishi, ya'ni u qattiq va zich og'ir jism bachadonni va CD pufagini ezib, pastga bosimni kuchaytirib yuborishi mumkin degani. Bu pastga bosim berilganda nima bo'ladi? Organizmda albatta qin mushaklarimizda kengayish paydo bo'ladi. Sizning intim mushaklaringiz sezilmas darajada sekin kengayib boradi. Bu eng asosiy sabablardan bittasi. Ya'ni sizda organizmda axlat doim chiqib ketmayapti, u pastda qolib ketyapti. Aytaylik 1 kun, 1,5, 2 kun, ba'zilarda 3 undan ortiq kunlar to'planib ketishi. Bu endi har kunlik axlat to'planib ketadi va pastga og'irlik tushib boradi. Bu degani sizda sekin qin kengayish kuzatilyapti degani. Qin kengayib boryapti. Xo'p, sizga uncha sezilmayapti. Lekin bu davomiy bo'lgani uchun keyin reski sezib qolasiz, nimadir sizga kattaroq belgi keladi. Keyin nima uchun qinim tez kengayib ketdi? Nima sabab bo'ldi deysiz? O'ylaysizki, tug'ruqdan keyin yoki bo'lmasam razrif bo'lgan ayollar shu sababdan deb o'ylaydi. O'zi muammo aslida avvaldan rivojlangan. Endi ikkinchisi, sizda gormonlaringiz buzilishi. Bu gormonal buzilish deganimiz ko'pchilik tushunmaydi, lekin gormonlar shunaqangi buzilib ketadi. Sizni asosiy gormonlaringiz tuxumdonlaringizda va buyrak ustki bezlaringizda joylashgan bo'ladi. Bu gormonlar ham ayollik, ham erkaklik gormonlari. Bular agar muvozanatda turmasa, parallelni ishlab kelmasa, ya'ni erkaklik gormonlaringiz ham, ayollik gormonlaringiz ham bitta ritmda ishlamasligi, bu sizda gormonal fonni buzilishiga sabab bo'ladi. Gormonal fon buzilsa, organizmda kuchli o'zgarishlar yuzaga kelishni boshlaydi. Ya'ni bu eng avvalo mushaklaringizga ta'sir qiladi. Bu mushaklar deganimiz nima o'zi, qayerda joylashgan, aniqroq bilishingiz kerak. Bu mushak degani suyakdan alohida jism. Bilaklaringizni shu joyni ushlasangiz, go'shtga o'xshagan qattiqroq jismni ushlaysiz. Xuddi shunaqa mushak ichkarida joylashgan. Qinimiz to'liq mushaklardan iborat. Bu mushaklar endi bo'shashib ketishiga nima sabab bo'lyapti? Gormonal fonimiz buzilgani sabab bo'lyapti. Gormonlar buzilar ekan, sizning mushaklaringiz bo'shashib boradi. Bo'shashgan mushaklarda albatta intim zona kengayish paydo bo'ladi. Chunki tepadan bosim tushib turibdi-yu, qabziyatdan qiynalyapsiz, bachadoningiz, CD pufagingiz va yo'g'onichakni hammasini og'irligi pastga beryapti.
Bu degani bosim kuchayib ketyapti. Bu pastga berganda doimiy bosim hisobiga keyin sizda intim mushaklar kuchsiz, gormonal foningiz buzilgani sabab kuchsiz va bo'sh. Shuning uchun u tepadagi og'irlikni ko'tara olmasdan birgalikda kengayib boryapti. E'tibor bersangiz, bachadon tushishi, qin devorlarini tushishi, ya'ni sistitseli, rektitseli va qin kengligi juda ham dolzarb muammoga aylangan. Biz oddiy e'tibor bermagan gormonlarimiz va e'tibor bermagan har kuni ertalab yengil bo'lmaganimiz bizda shuncha muammoni paydo qilyapti. Endi bu muammoni ustiga yana nima bo'ladi? Homiladorlik yuzaga keladi. Homiladorlik bu 3-asosiy sabab deb olsak, homila kattalashadi. O'zi esingizda bo'lsa, bosim bor edi. Yo'g'on-ichakdan bosim yetarlicha tushayotganida, endi bachadonda kattalashish, homilani og'irligi va homilani oziqlanishi uchun yo'ldoshini og'irligi. Bularni hammasini og'irligi yana bir donagina nozikkina qin mushaklarimizga kelib tushyapti. Homiladorlikda qin kengayishi juda ham battar og'ir holatga kelishi mumkin. Bu holat endi sizni tug'ruqdan keyin juda ham bir katta narusheniyalar bilan o'zini ko'rsatib beradi, ya'ni sizga kattaroq signal bilan namoyon bo'ladi. Bu degani endi sizda yaqqol ko'rinib qoldi. Siz 9 oy farzandingizni ko'tarib yurdingiz, har kuni ichingiz kemadi va gormonal fon avvaldan buzilganida homiladorlikda yana ham buzildi. Bular hammasi to'planib tug'ruqdan keyin namoyon bo'lyapti. Qayta tiklanish uchun organizm ancha yaxshi ter to'kishi kerak. Bu narsa sizda sodir bo'lmayapti. Shuning uchun ham sizda holat eng og'ir holatga kelib qolgan bo'lishi mumkin. O'ylashingiz mumkin, kesirva bo'lgan ayollarda-chi, yoki bo'lmasa men kesirva bo'lganman, nima uchun menda qin kengligi? Mana tepadagi muammolar albatta sizda bo'lsa, demak sizda ancha kenglik bor. Faqat farzand pastga tug'ilmaganda bachadonni kesib olishgan shifokorlar. Shu sababdan o'ylashingiz mumkin, tug'ruqdan keyin bo'lib qoldi deb. Yo'q, aslida muammo etap sizni ta'qib qilib kelgan, endi mana namoyon bo'ldi. Qin kengaygandan keyin, aytaylik mana tug'ruq jarayonidan so'ng nima bo'ladi? Endi qinim rezki kengayib ketdi, buni darhol to'xtatishim kerak deb lazer qildirishga yoki operatsiya qildirishga shoshadi ayollarimiz. Yoki qanaqadir bir mo'jizaviy dori vositasi bo'lsa-yu, shunday qiniga kirgizsa, rezki muammoni hal qilsa deb o'ylaydi. Yo'q, birdaniga paydo bo'lmadi bu. Ancha yillardan beri to'planib kelgan muammoyingiz endi birdaniga hal bo'lishi qiyin. Lazer qildirib ko'pchilik ayollar pulini havoga sochyapti. Ya'ni ko'p ayollar bilan gaplashaman, ular aytishadiki, lazer qildirdim, nimaga avvalgidek yoki bo'lmasa battar holatga tushdim, nima uchun deyishadi. Albatta pulni o'ylab joyiga sarflash kerak. Sizda shuncha yil to'plangan muammoni qanaqasiga, qinni qaysidir zonalarini kuydirish hisobiga tiklanib qolish kerak. Bu prosta kuyadi. Kuygan joy yara bo'lib qotib qoladi. Yara asta-sekin organizm tiklanishi jarayonida bitadi, yaxshi bo'lib, keyin yana avvalgi holatiga qaytishi mumkin. Avvalgidan ham battar holatga qaytishi mumkin. Nimaga? Chunki prosta kuydi xolos u joy. O'zi lazerni faqat polipni olib tashlash uchun ishlatiladi. Ba'zi holatlarda eroziyani kuydirishga ham ishlatiladi, lekin bu doim foydalaniladi degani emas. Endi operatsiya qildirdingiz. Operatsiya jarayoni o'zi bu juda ham og'ir holatlarda qilinadigan jarayon. Aytaylik, bachadoningiz pastga osilib, 3-4 etapda pastda yurgan bo'lsa bachadon, uni endi bachadonni ko'tarib, qinni mahkam tortib tikish degani. Ya'ni qinni oldi orqa devorini yaxshilab tortish degani. Tortib tikib qo'yadi. Bu holatda endi keyingi holatni inobatga olish kerak. Agar sizda og'ir holatda bachadon pastga osilib tushib qolmagan bo'lsa, unda operatsiya qildirish shart degani emas. Eng og'ir holatlarda operatsiya qilinadi. Xo'p, operatsiya qildirdingiz, noiloj shunaqa eng oxirgi tochkasiga yetib kelganidingiz, endi operatsiyadan keyin nima qilishingiz kerak? Albatta, ginekolog ko'ruvga tez-tez borib, choklarni tekshirtirib, yaxshi bitgan bo'lsa,
tezroq inti fitness mashqlarini boshlashingiz kerak. Chunki bu choklar prosta ortiqcha joy olindi va tikildi. Endi sizda yana et bitib, choklar yaxshilab bitib olgandan keyin yana cho'zilish holati kuzatiladi. Xo'p, bular hammasi vaqtincha ekan. Hammasi bizga qanaqadir ziyon berar ekan. Endi nima qilish kerak? Og'ir daraja bo'lmasa, operatsiyagacha boradigan holat bo'lmasa, endi nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Bu savolingizga albatta javobim inti fitness mashqlari bilan o'zingiz etapma-etap sog'aytirishingiz kerak degani. Bu qanaqa jarayon? Siz inti fitness mashqlarini bajarib borasiz. Shu to'g'ri texnika orqali bajarganingizda albatta sizda tez natija yaxshilanishni boradi. Avval intim zona qisqaradi, osilib qolgan qin devorlaringiz ko'tariladi, tarang holatga kelib, qisqarib, qin juda ham tor holatga kelganda bachadon sekin ko'tarilishni boshlaydi. Chunki qin keng bo'lganda hech qanaqasiga bachadon ko'tarilmaydi. Avval kenglikdan xalos bo'lish kerak. Eng to'g'ri, eng xavfsiz usulni sizga taqdim qilmoqchiman. Ya'ni inti fitness bilan hech qanaqa dori vositalarsiz, hech qanaqa apparatlarsiz, hech qanaqa tig', nina tegmagan holatda bemalol o'zingiz mashq qilib, uyda, bo'sh vaqtingizda, ko'chaga ham chiqmasdan prosta telefon yoki kompyuteringiz yoki planshetingiz orqali mashqlarni bajarasiz va sog'ligingiz reski o'zgarishni boshlaydi. Siz mehnat qilasiz, hech qanaqa organizmga ziyoni bo'lmagan mashqlarni bajarasiz va o'zingizda tiklanishni his qilasiz. Bu oddiy, oson, tabiiy usul bilan shuncha ayollarimiz shifo topishgan. Bularni mana birma-bir o'qib chiqishingiz mumkin. Natijaga kafolat berganim uchun sizga ochiq ko'rsataman. Bu ayollarni har biri bilan individualniy ishlashga harakat qilamiz. Bitta gruppada men va kuratorim sizni sog'ligingiz bo'yicha ishlaymiz. Bu ayollarda ham xuddi shunday holat bo'lgan. Bularni har biriga alohida e'tibor berishga harakat qilib, sog'ligini tiklaganmiz. Biz sabab sog'ligini tiklashga erishishgan. Ko'rib turganingizdek, mingdan ortiq ayollar o'zlaridagi muammolarni hal qilib, faqat va faqat foyda keltiradigan mashqlar orqali sog'ligini tiklashdi. Sog'ligini o'zi o'ylamagan taraflama yaxshilanayotganini yozishadi, aytishadi. Guvohi bo'lganingizdek, turmush o'rtoqlari bilan munosabatlari yanada yaxshilanyapti. Bunga sabab ayol kishi o'ziga e'tibor berishi, o'ziga mehr berib mashqlarni bajarishi. Agar siz ham ushbu natijalardek natija ko'rishni, sog'ligingizni va hayotingizni, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, inti fitness kursimga taklif qilaman. Ya'ni siz bu kurs orqali hayotingizni ham, sog'ligingizni ham tiklashingiz mumkin. Inti fitness kursimda sizni noldan umuman his qilmagan, umuman aloqa miya bilan intim zona orasidagi aloqa uzilib qolgan to'lqinlarni tiklab, sizni intim zonangizni his qilishdan boshlab, mashqlarni etapma-etap bajarib, vakuum texnikalari va pozalarda intim mushaklaringizni qanday boshqarishlargacha o'rgataman, o'zim o'rgataman va yana sizga umuman his qilmagan mushaklaringizni ishlatib, mashqlar orqali sog'ayishni o'rgataman. Bu degani intim zona kengligidan umuman unutasiz. Intim zona kengligini umuman unutasiz va zo'r torlikka erishasiz. Aytganimdek, qin devorlari tushgan, qabziyatdan qiynalsangiz yoki CD tuta olmaslikdan qiynalsangiz, bu muammolaringizdan ham butkul xalos bo'lasiz. Va yaqinlikda havo kirib chiqib qiynalayotgan bo'lsangiz, kenglikdan rosa ham uyalayotgan bo'lsangiz, unda bu hamma muammolaringiz sizni tark etadi. Ya'ni siz sog'lom va go'zal ayolga aylanasiz. Va eng yomoni, bachadon tushishdan qiynalib aziyat chekayotgan bo'lsangiz, bu bachadoningiz ham o'zini o'rniga qaytadi. Ya'ni siz butunlay sog'lom, o'ziga ishongan, ishonchi baland ayolga aylanasiz va sizdagi bu sog'lomlik albatta turmush o'rtog'ingizga ham ta'sir qiladi. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz 100% ga o'zgaradi. Chunki meni o'quvchilarimda aynan shunaqa bo'lgan. Hattoki yo'q, meni yoshim katta, men 53 yoshdaman.
уже menga bu narsalar kerak emas, turmush o'rtog'im bilan umuman aloqa qilmaymiz, joyimiz boshqa degan ayollarda ham boshqatdan yoshlikka qaytib qolgandek holatlar kuzatilgan. Ya'ni mashqlarni qilgan turmush o'rtog'i yaqinlik qilib, unga xuddi yangi kelinlik paytidagidek muomala qilib, hayoti ham shunga yarasha o'zgarib ketgan ayollarimiz juda ham ko'p. Agar siz ham shunaqa natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, unda Inti Fitness kursimga albatta qo'shiling. Chunki hozir mana videoni ko'rib turibsiz, sizga 30% katta chegirma bermoqchiman. Agar shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak siz sovg'ani qo'lga kiritdingiz. Bu 30% chegirmani qo'lga kiritish uchun pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tasiz. Ismingiz va telefon raqamingizni qoldirasiz. Yordamchilarim siz bilan bog'lanishadi va kurs haqida 30% bonusingiz haqida, chegirma haqida ma'lumot berishadi. Undan tashqari juda ham ko'plab bonus sovg'alar bor. Bular haqida ham to'liq ma'lumot olasiz. Aytaylik, boshqa davlatdasiz, unda adminimizga to'g'ri murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu yerda link bor, adminimizning Telegram linki bor. Bu orqali bemalol bog'lanib, Telegram orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Siz bu holatda yashashga majbur emassiz. Siz aybdor emassiz. Sog'ligingizni tiklasangiz, sog'ligingizga ozgina e'tibor bersangiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Inti Fitness kursimda ko'rishguncha, Xudo xolasa siz bilan birgalikda zo'r muvaffaqiyatlarga erishamiz, sog'ligingizni to'liq tiklashgacha boramiz.